على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, ya Rasulullah. Орта Азиядағы сайттар ұйымының жетекчisi Саид Умар Олмасханов жана аталган уюмдун комиссия башчысы доктор Саид Абдыразак, ошондой эле Ташкент областындагы сайттардын өкүлдөрү Өзбекстандын Маргелан шаарына барышты. Эң алды менен алар Саид Умар Олмасхановдун амекелеринен болгон Маргеландагы сайттардын көрүнүктүү өкүлү Камалхон Төрө менен учурашты. Мындай туугандык жолугушуу бир топ кубанычтарды тартуулады. Алыстан келген коноктор жайыл дастурконунун үстүндө чер жазышып баарлашуулар орун алды. Өз учурунда Камалхон Төрө конокторго даярдап койгон белектерин берип дуа кылынды. Орта Азиядағы сайттар уюмунун жетекчиси Саид Умар Олмасханов Маргеландагы сайттардын көрүнүктүү өкүлү Камалхон Төрөгө уюмдун төш белгисин ыйгарды. Сайттарынын төш белгиси. Allah Taala bizlerge bir aziz natavali günahkar bendemiz. Bizlarniki shunchalik hurmat qilib, biz g'arablarning xonadonlariga bu ulug'lar kelishdilar. Parvardigoro, bu azizlarimizni barchalarini bu xonadonga bosib kelgan qadamlardan o'zi rozi bo'l. Farzand zurriyotlaridan qorilarni uzmagin, hofiz Qur'onlarni uzmagin. Mana bu hoji akamiz ta'kidlab o'tdilarki, biz qiblagohimizga o'xsharkansiz dedilar. Biz g'arib gunohkorni, bir ulug' zotni, do'st xudolarni faoliyatlarga o'xshatib bizlarning qalblarimizni, nafslarimizni shunchalik xursand qildilar. Alloh taolo barchalarni xonadonga bosib kelgan qadamdan o'zi rozi bo'lsin. Bu dinda qilayotgan sayyid avlodlarda ularga qilayotgan xizmatlarga Alloh taolo o'zi kuch-quvvat bersin. Hamisha o'zi yol pironlar ruhonidan madadkor bo'lsin. Hazrati Olam panohini oldiga erkalab assalomu alaykum yo bobojon, mana farzandingiz keldim degan labizlarda birga borishimizni barchalarimizga muyassar eylesin. Bu efendimni, bu O'rta Osiyo qilgan safarlarni Alloh bexatar qilgan. Sihat salomatlikda yana xonadonlarga o'ynab kelib borib, dinda, islomda hamisha barqaror bo'lib, chiroyli bizlarni dogo'ylarimiz bo'lib yurishlarini. Mana Said Marhon To'ramda Alloh taolo o'tgan qiblagohlarini, yotgan joylarini jannat bog'chalaridan bir bog'cha qilsin. Bu azizlarimizni ham duoga qo'l ochgan azizlarimizdan avvalin o'tgan ajdod avlodlarimizni yotgan joylarini jannat bog'chalaridan qilsin. G'ariq rahmat shoisti jannatda eylesin. Bizlarki endi ko'rinishimiz musulmon bo'lib, hamisha qayerga borganimizda bizni nafsimizni chiroyli holatda maqtab bizlarni yuqoriga ko'taryaptilar. Arqalarimizda turgan farzandlarimiz va nabiralarimiz Alloh din islomda sobit qadam qilsin. Zurriyotlarimizdan qorilarni uzmasin. O'zini muhabbatiga oshiqlansin. Андан соң сайттар жамааты сүйүктүү Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын түздөн түз урпагы Саид Абдуллахандын кабырына зияратка барышты. Айта кетсек, Саид Абдуллахан Өзбекстандагы Махтума Азамдын урпагы. Ал эми аянты бир топ чоң бул жайда Саид Абдуллахандан тараган сайиттердин кабырлары жайгашкан. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. shu mahdum a'zam bobomizga taqiratdilar shekilli nimalari. Bu Marg'ilon shahrida yuqorisida Kirgili deydi. Shu yerda Kirgili shajaralar mavjud. Yuqorida o'sha Kirgili Eshonbuva deb qo'yadilar. Ubaydullohxon Eshonbuvamiz deydilar. Ammo bular o'sha Ubaydullohxon Eshonbuvamizni dadalari bo'ladilar. Qiblagohlari bo'ladilar. Bu yerda Dahma deb qo'yadi shu mavzeni, Dahma deydi. Faqat bu yerga faqat o'sha avlodi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sayyidlarini dafn qilinadi xolos faqat. Ayollari yetgan bu mozorda faqat avlodi Faqat sayyidlar. Shu dufina faqat avlodi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Shun avval shu Ubaydullohxon Eshonbuvamizni ziyoratlaridan avval shu otalarni ziyoratlariga kelib doimo bu eshik ochiq turadi. Mana bu joyga kirib shu yerda tilovat Qur'on qilib vasila qilib ko'plar farzand so'raydi, dardlariga shifo so'raydi. Shu yerda kelib Qur'on tilovat qilib shu hurmatlardan Allohim shifo bergin deb shunday qilib mana shunday ziyoratgoh bo'lib qo'ygan. Ismi Dahma deb qo'yishadi. Dahma. Bu Kirgilining pasti Marg'ilondagi tanilgan joy. Baga qudrat Alloh. O teshikni ko'ryapsizmi, teshik? Ha, o teshikni ko'ryapsiz? Ha. O teshik. Hazrat Ubaydullohxon bobomizning birinchi farzandlari dunyodan o'tadilar. Dunyodan o'tganlarida olib kelib ashu oldilariga qabr ko'llanadi, o'sha yerga qo'yamiz deb. Hozirgi Kirgil bozor bobomizning birinchi farzandlari. Endi qo'yamiz harakat qilganda ashu teshikda ikkita muborak qo'l chiqib hali nabirani olib kirgitadi ichga. La ilaha illalloh. Mana shu mushkul, mana shu nuroniy odam. shunga qo'yilgandi. Ha, ana o'sha bundan ko'p qo'yilgan u. Ajitdan ikkita qo'l muborak qo'l Hazrat o'zlarining qo'llari bo'lsa kerak. Shundan chiqib hali nabirani ichkariga olib ketadi. Shunday. Nur. Ha, shunday xabar berilgan. Shuncha payg'ambar nur. Allah Muhammad nuri Allah. Avlodi nuri Allah. Nuri Xudo. Bu nur chiqadi. Bu yerda bizni bobolarimiz, zurriyotlarimiz, xonbuvalarimiz, mojilarimiz o'sha 1000 yildagi zotlar shu yerda yotadi. Shu yerda biz endi qiblaga volidalarimiz shu yerda o'tishadi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi ajma'in ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Allohga shukrlar bo'lsin. Alhamdulillah Allohga maqtovlar bo'lsin. Alhamdulillah Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin inshaalloh. Bugun bobolarimizga kelib mana ziyoratdamiz. Babalarimiz şu belgili babalarımız bo'lgan mana Şeyh Abdullahxon babalarımızın şu qabrida ziyoratda turamiz. Bu Marg'ilon shahrida, O'zbekiston Respublikasi Marg'ilon shahrina ushul mazarga qo'yilgan. Bu mazar Jalan Saidlar, Ahlul Baytlar mazari bo'lib sanaladi. Buni jalpi O'zbekiston el emas, qo'shni o'lkalardagi bu yerda yaxshi bilishadi inshaalloh. Bugün Allah talam nasip qilib jetkirdi. Men babalarımni ziyorat qilib turaman. Öte to'lqindan öte bir boshqacha emede turaman. İnşallah Allah talam ziyoratimizni qabul qilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Sallallahu ve sellem ve barak ala seyyidina Muhammedin ve alihi
الطيبين الطاهرين الأئمة ال14 المعصومين حجج الله على خلقه أجدادنا وأسيادنا آل بيت رسول الله. هذا السيد عبد الله خان من نسل السيد مخدوم أعظم الحسيني، من نسل السيد موسى المبرقع ابن الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي بن موسى الرضا جدنا، ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وجدتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله. في هذه المقبرة هذا قبره وهذا قبر أحفاده وأقربائه فقط، السادة يدفنون هذا. ونحن الآن في مدينة مرغلان في جمهورية أوزبكستان في بلاد ما وراء النهر في وسط آسيا في خراسان. في هذه المنطقة كل هؤلاء القبور هم من السادة من أقرباء وذرية هذا السيد عبد الله خان، وهؤلاء كلهم أحفاده وأقربائه. السيد عمر من أقربائهم، والسيد أيضا كلهم هؤلاء من أحفاد هذا السيد عبد الله خان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل زيارتنا لآل بيت رسول الله. فقد قال جدنا الإمام علي بن موسى الرضا: زوروا أبناء الأئمة، من زار أبناء الأئمة فله الجنة. أيضا قال: زوروا أختي فاطمة المعصومة، من زارها فله الجنة. وهكذا آل بيت رسول الله وذرية بيت رسول من زارهم فله الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Parvardigor, o'zing mehribon zotsan, rahmli zotsan. Mana Saudiya Arabistonidan kelgan Saida avlodi payg'ambar. Mana Qirg'iziston, Bishkek, Olmaota, Ostonadan kelgan bu birodarimiz Said Umarxon, bularni qilayotgan sa'y harakatlari butun saidlarni bir-birlariga yaqinlashtirib, tanishtirib, bir ota bir onani farzandi qilib, chiroyli islomda xizmat qilyaptilar. Alloh taolo bularga kuch-quvvat ber. Mana bu dargohdagi barcha ulug'larimizdan Alloh bularga tavajjuh ber. Kuch-quvvat ber, chiroyli holatda saidlarni biriktirib, barakotli qilib, Hazrat Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bobomizga yorug' yuz bilan borishimizni Alloh barchalarimizga muyassar etsin. Андан соң жамаат ошол эле Маргеландагы Саидтердин атактуу Киргили мазарына барышты. Saudiya Arabistonidan Assalomu alaykum. payg'ambar avlod Bishkekdan Said Umarxon To'ra. Ал жайда пайгамбарыбыздын түз урпагы жогоруда аты аталган Саид Абдулла хандын уулу Саид Убайдулла хандын кабыры орун алган. Анын айланасындагы кабырларда жалаң Саидтерге тиешелүү кооз бак ичиндеги көркөм жасалган кабырдын киреберишинде Куран окулуп бата кылынды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
Hoji Ubaydullohxon Eshon buva Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avlodlaridan bo'lib, bu kishim O'zbekistondagi Maxtumi A'zam bobomizni avlodlaridanlar. Avlodi Rasululloh sayyidlardan, maqomlari balandlar, oshkor qilishni yoqtirmaydilar, hamma narsadan chiroyli pinhona bo'lishligini yaxshi ko'radilar. Ziyorat qilgan odamni hech qachon kam qildirmaydilar. Qabul qilishlari qiyin, qabul qilgan odam doim bir narsali bo'lib ketishlari aniq. Shukrona qilsangiz yana beraveradilar. Ziyoratlari doim qiladi. Karomatlari keng. Bobomiz Ulug' Hazrat bom Hindistonda dars berayotgan paytlarida madrasada Bobur shohning nabiralari 13 yashar onamiz bizga ona bo'ladilar. Betob bo'layotgan paytlarida hech kim shifo topolmaydi. Karaxt bo'lib betob yotganlarda. Shunda vazirlardan so'rab kim shifo kim qoldi deb so'raganlarda madrasada Saidzoda qoldilar dedi. Taklif qilinglar deganlarda vazir borib taklif qilganlarda podshoning koshonasiga kelib onamizni 13 yoshda bizga ona bo'ladi, onamizni ismlarini aytib chaqirganlar, labbay deb yugurib chiqadilar. Labbay deb yugurib chiqqanlaridan keyin bu karomatni ko'rib podsho Ulug' Hazrat bomga nikohlariga o'tkazadilar. Nikohlarida o'tganlaridan keyin Ulug' Hazrat bomda ikkita o'g'il ko'radilar. Ikkita o'g'il ko'rganlaridan keyin Hindistonga inglizlar bosish tarafasida turgan paytda Saidzodani ehtiyot qilish uchun O'zbekistonga Marg'ilonga jo'natib yuboradilar. Shunda bobomiz 5 yashar bo'ladilar. Ulug' Hazrat bom 5 yashar o'g'ilni olib baqa keladilar O'zbekistonga. O'zbekistonga kelib, shu yerda tavorat topib, shu yerda karomatlar ko'rsatib, ko'p yaxshi ishlar qilib kelganlar. Allah hammamizga xayrli kunli bo'lsin. Alloh ziyoda qilib tarbiya qilsin. Mustafa